Aleyküm turdoshlar. Yaxshimisilar? Biz hozir ID Digitalda aviasiya darsini so'zlab o'tmoqchi. Oldi bilan ID Digitalning Xanzucha ishlatilgan nashrini tushirib yangiliklarni boshlaymiz. ID Digitalni tushirib qachlagandan keyin boshda mushu ko'zdan kechirildi. Biz bundan Shijanni chekimiz. Shijandan Xinjiang çeksek. Ma appning ismi. Biz yazmoqchi bo'lgan appning ismini kirgizamiz. Masalan, men mayaga salam deb kirgizib qo'yay. Bo'loq namig'imi? Salam deb kirgizib qo'ydim. Qurash deganni bassam, yangidan bir salam degan appni birini qurib berdi. Bu appning ko'rinishi mush shaklda. Mana bu main shimili bo'lsa appning ko'rinishini tahrirlash, ya'ni Android kod orqali appning ko'rinishini tahrirlash bo'ladi. Main Java bo'lsa, main activity Java bo'lsa, bu shu appning harakat rayoni, ya'ni knopkalarning va yoki tekstlarning chekilish va hadislarni mushu Java kodga yozamiz. Yana biriga tushunishga lozim bo'lgan bir hujjati bosh darajasidan manifest XML degan hujjat bor. Mavjud appning shu alohidligini, ya'ni Tor va yoki boshqa degan alohidliklarni qo'shadigan rayon. Endi biz bundan keyingi darsimizda mushu mazmunni asos qilib turib so'zlaymiz. Andın biz ID'ning ortiqchiligini mayadan ko'rib olamiz. ID'da biz xohlagancha kontrol qo'sha olamiz. Bu yerlardan kontrol qo'shishni keyingi qitimliq darsimizda izlab o'tsam. Mayani bassak ko'rib beqish degan nimada ko'rinadi. Ma qalamning shakli chiqqanda biz tahrirlash shakliga o'tadi. Xohlagan tahrirlab yuvib va yoki qo'shib qila olamiz. Bu qitimliq darsimizda o'sha yerda yaqinlashdi. Ko'pchilik rahmat.